Assalomu alaykum 12 kanali obunachilar. Xudo xolasa bugungi videomuz uy-joy masalasida ajoyibundan 25 sotik bir 20 sotik yerimiz sotiladi. 20 sotik yer ham desa molxonalari joyi cho'tka etib ham desa 4 taraf Chorvoqdan o'ralgan joyimiz sotiladi. Adresimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani, Ko'na To'rtko'l 9-brigada deb aytdilar. Bu yonimizda yana Amrobodni yopi bor ekan. Amrobod degan yopni yonida joylashgan suv tarafidan Momo bomidon daraxtlari qaranglar, hamma daraxtlar sizniki bo'ladi inshaalloh. E'tibor etsangizlar bo'ladi. Darvoza qo'yilgan ham desa kamera ham qo'yilgan ekan. Nima uchun kamera qo'yilgan desa, beda va tadbirkorchilik ishlarlar, shuncha kamera qo'yilgan, qo'y, mol boqqan ekanlar. Shunga sharoitlar ham yarasha ishlangan. Agar shunday biznes ishchiman deydigan bo'lsangizlar, shu yerni olib turib ishga beraversangizlar bo'ladi. Joy solsangizlar ham bo'ladi agar dokumentlari bor. Kirganimizdan keyin shunday deb yana naveslari bor ekan. Bu yon tarafimizda yana ko'rib tursa bir dana molxonamiz. Molxonamizda ko'pgina mol qo'y sig'adi, lekin e'tibor etdingizlar, katta molxona, ustilari bostirilgan, ajoyib bo'lib turibdi. Ko'rdingizlar, bu yoqda novalardan chap bor ekan, bu yerda ko'rib turgan apparatlarimiz hammasi bor ekan. 1 yildan o'tdi, hozir u biznesni qo'ydik, boshqa ish ishlayapman, shuning uchun buni sotajakman deb aytdilar. Shuning uchun sotiladi. Bunday pul zarurlikdan boshqadan emas, xudo xolsa kelishib natib beriladi. Bu yon tarafimizga keladigan bo'lsak, meva daraxtlarimiz ko'ptadi. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 7 ga 4 28 28 tupdan ziyod inshorning o'zida turibdi. Demak bir 50 tupga yaqin daraxtlar ham bor ekan bu yerda. Meva daraxtlar. Bular o'sha mevaga kirdi. 4-5 yillik deb aytdilar. Olmalar. Keyin bu yon tarafimizda bir naves qaranglar shifr bilan yozg'i shifon ishlanib turibdi. Bu ham mol qo'y uchun. Hozir emberina qo'ylarni yuborib boqib beraversam bo'layotgan zo'r holatda mollarni qo'ysam bo'ladi. Ajoyib bo'lib turibdi-ni. Ko'rib turibsiz. Hattoki bedalar o'tlar ham bor ekan. Masalan, mashinalar bo'lsa bizlar aloqaga chiqarsangiz bo'ladi. Shu nomerlarga mashinalarni sotib ham beramiz, hamda sotib ham olamiz. 4 yil avtosavdo 12 Instagram orqali aloqa qilsangiz bo'ladi. Yoki sizga ega mashinalarni sotishingiz kerak. O'zlaringizning nomerlaringizni qo'yib ham reklama qilib beraman. Reklama YouTube'lara sizlar uchun 200 ming so'm o'zlaringizning nomerlaringizni qo'yib reklama qilib beraman. Aloqa chiqarsangiz bo'ladi. 200 ming so'mga xalaqqa mashinalarni reklama qilib beraman og'alar. Aloqa chiqmang shu nomerlarga. Yoki ish yerga kelib mashinalarni qo'yib ketsangizlar, sotib ham beramiz. Yaxshi narx bo'lsa, men nomerni sizga sotib ham olamiz. Videoni maksimal tarqatib beramiz. Bu yerda esa bu yerni ko'rsangizlar bo'ladi. Bu qo'ylar uchun kichkina ishlarni taxlan ekanlar. Shulardir. Xalasangizlar bilan sert tashab tozalasangizlar bo'ladi. Chorvoq bilan o'ralib turibdi. Bu yon tarafimizda ham Chorvoq 4 taraf. Keyin bu yonda yashash xonalari ham bor. Endi desa imbedina yozda dam olib o'tirmoqqa tapchallar qo'yilgan, boshqa qo'yilgan dam oladigan meslar ham bor. Shifrlanib turibdi. Yozda dam olsa bo'ladi ekan bu yerda. Eng qiziqi uyning ichida. Uyning ichiga kiramiz. Girganimizdan keyin bir ayvon ko'rib tursiz, o'tirsa bo'ladi. Ayvonimizni bu yoqda kameralar ishlab turibdi, ko'rib tursiz ayni. Ajoyib bo'lib, televizorlar hammasi qalat deb aytdi. Bu yoqda xodnik desam pechi, hamda sen bedayni kungira pechlar va birdan yashash xonasi ham bor ekan. Sharoitlarimiz yaxshi, yashab ketaversam bo'ladi. Hozircha bu yerda 2 xona bor. Hamda esa bu yerda oshxonasi ham bor ekan. E'tibor qildingizlar, oshxonasi ham bor. Oshxonada aristollari bor, hamda esa bani hojatxonam bor ekan, ko'rib turibsizlar. Bu yerda rakovinalar. Tayyor holatda shunday ham joy ham biznes qilaman, mol qo'y boqaman, shunday biznesda uyimda uzoqroqda shunday yer kerakman, cho'tkisidan deb 20-30 laqa mollarni boqib bo'ladigan mesni kerakda birgan do'stlaringizlar videoni yuborsangizlar bo'ladi. Qo'ylar ham boqsa bo'ladi. Adresimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani deb aytdik. Endi birdan like-ni bosib, obuna bo'lish knopkalarini bosib qo'ysangizlar bo'ladi. Quvandiq, narxincha so'm deydigan bo'lsangizlar, narxi 25 ming aytiladi, xudo xolsa kelishib beriladi. Sotkina mingdan desak ham bo'ladi og'alar. Joyi bilan. Sotkina mingdan shaharga yaqin hududda, shaharga taxminan Banisaga bir 2 kilometr uzoqlikda yo'lni ko'rsatib o'tamiz. Banisa chiqadigan yo'lni ham ko'rsatib beraman video davomida. Like bosamiz, 25 ming dollar deb aytib o'tdim. Turkiston shu daraklarning hammasi shu sotilayotgan yerga qaraydi. Joyga qaraydi. Daraklarning o'zidan chazon pul borligini, darak biznesida shug'ullanib yurganlar ham oyda bilsa kerak. O'sib turibdi, joy solsangizlar shu tarafidan ham foydalansangizlar bo'ladi. Qo'ng'ish avvalo yashab o'tiribdi, maktabga yaqinroq hududda, maktab yaqin bu yoqda yoqdan o'tgan yerimizda yana yoqni aytib o'taman, qaranglar. Shu yoqdan ko'pir bayna, ko'pir narxida 12-maktab bor. Sal beriroqda Jayxon to'yxona yonida 4-maktab bor. Shu maktab yaqin hududlarda yoqni suvni ko'rib turibmizsa, suv yaqin. Maktab yaqin, desat yaqin. Xudo xolasa yaqin hududlarda gazlashtirilsam, ajoyib masala, bosib beradigan yeri.
Xudo xolasa şuradan girib ketsak bo'ladi. Bir like bosib berasiz. Bu yon tarafda yana Sherbato'v tarafdan kelishda ko'pchilik bilsa kerak. Yo'limiz bu yon tarafimizda yana Farhat market bor ekan katta. Endi esa bu yonimizda yana u yerda Jayxun to'yxona ko'rinib turibdi. Gördingizlar degan umiddaman. Mana shu dana Jayxun to'yxona. Jayxun to'yxonadan sal o'tsak Banisa bilasiz. Banisaga yaqin hududda dedim 2 kilometr ham chiqmaydi. Shaharga 1,5 kilometr. Like bosib, obuna bo'lib, knopkalarni bosib beradan yuri. Kimga shunday hududdan joy kerak bo'lsa, shu nomerlarga telefon qilasiz, xudo xolasa. Hammaga rahmat, sog' bo'lasiz, ketgan joyingizga rozi bo'lasiz.